Darsimiz davom etadi. Hozir insonning bir kunlik ozuqasidan ajralgan energiyaning qaysi jarayonlarga qancha miqdorda sarflanishini aniqlash usulini ko'rib chiqamiz. Iste'mol qilingan ozuqadan ajralgan energiyani biz umumiy energiyani 100% deb olsak, mana shu umumiy energiya ikki qismga bo'linib taqsimlanadi. Umumiy energiyani 3 ga bo'lsak, shuning 3 dan 2 qismi to'qima va organlarning hayotiy jarayonlarining normal o'tishi va ish bajarishi uchun sarflanadi. 3 dan 1 qismi tana harorati doimiyligini ta'minlash uchun sarflanadi. To'qima va organlarning hayotiy jarayonlari va normal o'tishini va ish bajarishi uchun sarflanadigan energiyaning o'zi 3 ga bo'linib ketadi. Asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun sarflanadigan energiya, ovqat hazm qilish uchun sarflanadigan energiya va odamning bir kecha kunduzda bajaradigan ishiga sarflanadigan energiyaga bo'linib ketadi. Demak, mana bu joydagi energiyani mana shu 3 ta qismga taqsimlashimiz kerak biz. Mana shuni qanday taqsimlaymiz? Keling bir misol asosida ko'rib chiqamiz. Masalan, men avvaldan yozib qo'ydim. Anvar vazni 70 kilogramm ekan. Anvarning ozuqasidan bir kunlik ozuqasidan 66.000 kilokaloriya ajraldi. Anvarning bir kecha kunduzda bajaradigan ishiga qancha energiya sarflanadi? Qisqartirib, men hozir o'zim izohlayapman buni. Demak, Anvar 70 kilogramm ekan, uning bir kunlik ozuqasidan 6000 kilokaloriya ajraldi. Mana shu umumiy energiyaning qanchasi Anvarning bir kecha kunduzda bajaradigan ishiga sarflangan? Shuni topamiz. Dastlab Anvarning ozuqasidan ajralgan umumiy energiyani 3 ga bo'lib olamiz. Demak, 6000 kilokaloriyani bo'lamiz 3 ga. Teng 2000 chiqdi. Demak, 2000 talikdan nechta chiqdi? 3 ta. 20000 ga yuboribmiz. Shunaqadan 3 ta chiqdi demak. Shuning ikkitasi mana ikkitasi to'qima va organlarning hayotiy jarayonlarining normal o'tishi va ish bajarishi uchun sarflanadi. Ikkitasi qancha qiymatga ega bo'ladi? 4000 kilokaloriyaga ega bo'ladi. Bittasi esa qaysi jarayonga sarflanar ekan? Tana harorati doimiyligini ta'minlash uchun. Yozib qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi menimcha. Ovqatdan ajralgan umumiy energiyani topasiz. Uni 3 ga bo'lib yuborasiz. Shuning demak bittasi tana harorati doimiyligini ta'minlash uchun bir qismi. Ikki qismi to'qima organlarining hayotiy jarayonlari normal o'tishi va ish bajarish uchun sarflanadi. 6000 ni 3 ga bo'lib yubordik. Demak 2000 chiqdi. U bir qism. 3 ning bir qismi. 2000 tana harorati doimiyligini ta'minlash uchun 6000 dan 2000 ni ayirsak qolgani 4000. U to'qima organlarining hayotiy jarayon uchun sarflanadi. Endi bu 4000 ning qanchasi asosiy moddalar almashinuviga, qanchasi ovqat hazm qilishga, qanchasi bir kecha kunduzlik bajargan ishiga sarflanishini ko'rib chiqamiz. Topish juda ham oson. Har bir insonning asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun har xil energiya sarflanadi. Uning miqdorini qanday bilamiz? Biz uning uchun vaznni ko'paytiramiz 24 ga. Anvarning vazni qancha? 70 kilogramm. 24 bu yerda bir kunlik soat. 24 soat. Qancha chiqadi? 1680 kilokaloriya. Boshqa birovlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, har bir inson o'zinikini topishi mumkin. Masalan, ayrimlarning vazni 60 kilodir. 60 ni 24 ga ko'paytirsak qancha chiqadi? 1440 chiqar ekan. Qo'shimcha misol bu. Demak, biz mana bu jarayonga e'tibor beramiz. Demak, 4000 kilokaloriyaning 1680 ni asosiy moddalar almashinuvi uchun sarflanar ekan. Ovqat hazm qilishga qancha sarflanadi degan bo'lsak, ovqat hazm qilishga sarflanadigan energiya asosiy moddalar almashinuviga sarflanadigan energiyaning necha foiz ekan? 10% ni tashkil qiladi. 1680 ning 10% qancha? Uni topish uchun ko'paytiramiz 0.1 ga. Teng
168 kilokaloriya chiqadi. Yoki butunni bitta bu yoqqa surib qo'ying. 168. Demak, 4000 ning 1680 asosiy moddalar almashinuvi uchun 168 ovqat hazm qilish uchun sarflandi. 4000. Qolgani nimaga sarflandi? Bir kecha kunduzlik bajaradigan ishi uchun. Uni topamiz. Demak, 4000 dan ayiramiz 1680, ayiramiz 168. Keyin 2152. Demak, 2152 kilokaloriya odamning bir kecha kunduzlik bajargan ishiga sarflangan energiya bo'lar ekan. Agar mana shunday qiymatlar bo'lsa, qolgan misollar ham xuddi mana shu tartibda ishlanadi.